Ayal dünyani özgertidi. Abdori Muhammad Yusuf. Ayal atımız Adem Aleyhisselam bilen hayat görüşüge billa atlangan bulup, tarix boyunca ayallarning tökbillari erlernikidan hergiz kem bolmay keldi. Qur'oni Karimda Hava anımız, Asiya, Meryem, Hacer, Sara, Musa Aleyhisselamning anısı, acisi, Beliqiz qatarlıq ayallar alayda tilg'i elindi. İslamda tunca iman etgan ayal Xadice raziyallahu anha bulup, tarixqa qayd qilingan bolsa, Hajar anımız Safa bilan Marva o'ttirsida sa'i qilish ibodat uchun simvol qilindi. İslamda tunca shehidlik martabasiga yetgan kishi Sumayya ismli ayal sahabi bo'ldi. Buningdan boshqa İmam Buxoriy, İmam Shafi'i, İmam Ahmad ibn Manbal va Muhammad Fatilani yetishtirgan analar islom tarixida iftixor bilan aslanishga muyassar bo'ldi. Afsuski, biz islomning parlaq ko'rsatmalaridan va Qur'on, sunnat yo'lidan yiroqlashgan asrlardan boshlab ayollarning ismini tilga elish, ularning to'kbillarini so'zlash, ayib sanıladigan g'alati odatni yetishtirib olgandan keyin bu qahramon onalarni unutib ketdik. Natijada ayollar ko'zimizda kichik sanıladigan va ularning alayda roli e'tirof qilinmaydigan holga keldi. Shuning bilan yaramsiz, mas'uliyatsiz, g'oyasiz balalar barliq keldi. Chunki bu balalarning tunji ustozlari bo'lgan onalarga va ularning roliga ahamiyat berilmadi. Qonunni o'zgartgan ayollar. Birinchi Rosa Louise Parkes. Rosa Louise Parkes 1913-yili Amerikada tug'ilgan indian ayol bo'lib, u balaliq va o'smirlik chog'larini Amerikadagi irqiy ayrimchilik davri surgan aqtalliklar bilan qartalliklar haq-huquqda barobar bo'lmaydigan, aqtalliklar kirgan oshxonalarga qartalliklar kirolmaydigan, hatto avtobuslarda qartalliklarning o'rindiqlarda o'ltirish haqqi bo'lmagan zamonlarda xorliq va kamsitilish ichida o'tkazidi. U 42 yoshiga kelganiga qadar bu haqsizlikning shohidi bo'lib yashaydi va bu zulmga qattiq nafratlanadi. Rosa Louise Parkes bu haqsizlikqa qarshi chiqishni ko'p qatim o'ylashgan bo'lsa-mu, uningga jur'at qilolmaydi. Bu sababdan haqsizlik oldida o'zining ichini yeb o'tidi. Bir kuni u jasoratga kelib, avtobusda bir bo'sh o'rindiqda o'ltirdi. Buni ko'rgan aqtalliklardan biri bu g'alati ahvolga g'azablanib, uni avtobusda o'ltirgan yerdan qo'pirib etmoqchi bo'ladi. Bundaq vaqaliklar Rosa Louise'ning hayotida minglarcha qatim yuz bergan bo'lsa-mu, bu qatim chidab turolmaydi va qarshilik ko'rsatdi. U "Men sizlarga o'xshashli inson, menmi o'rindiqda o'ltirishga haqliq" degan so'zni charanglatdi. U qattiq qarshilik ko'rsatgandan keyin avtobusdagi aqtalliklar birlashib, uni so'rab o'rnidan turg'izdi va urib tillab haqoratlab avtobusdan tushirib etdi. Buni oz degandak, Rosa Louise irqiy ayrimchilik qonuniga xiloflik qilganligi sababli uningga $14 jazo keladi. Bu vaqani anglagan Martin Luther King bütün indianlarni Amerikadagi irqiy ayrimchilik siyosatiga qarshi keng ko'lamlik namoyish qilishga chaqirdi. Namoyish xeyli uzun davom qiladi. 181 kun hech bir indian avtobusga chiqmaydi. Bu qarshilik harakati Amerikada cho'ng ta'sir qo'zg'aydi. Shuning bilan 1964-yili Amerikada irqiy ayrimchilik qilish qonuni amaldan qoldirildi va hamma grajdan o'xshash huquqqa egadir deydigan yangi qonun loyihasi chiqarildi. Rosa Louise Parkes irqiy ayrimchilikqa va kamsitilishga qarshi ilib borgan harakati bilan Amerika tavasida tunildi va 1996-yili Amerika Kongress tarafidan erkinlik qahramoni degan unvonga erishib, Amerika bo'yicha eng oliy mukofot bo'lgan oltin medalga loyiq bo'ldi. Rosa Louise Parkes 2005-yili 92 yoshida Amerikada olamdan o'tdi. İkinci Hala Attiq. Hala Attiq 1966-yili Suriyada bir musulmon oilasida tug'ilgan. U boshlang'ich maktabni o'z mahallasida bitirgan.
u 13 yaşida ailesidagilar bilan Amerikaga ko'chib keladi. Ular Suriya poytaxti Shamdan uchib, Amerikaning Nyu-York aerodromiga tushadi va aerodromda Amerikaning yeshil kartiga murojaat qilish uchun oila a'zolarining hammasi suratga tushishga to'g'ri keladi. Halaning onasi, hadillari hammasi Amerika doiralarining ko'rsatmasi bo'yicha beshidagi yog'liqni elitib, yalangbosh holda rasmga tushadi. Növbət halaga kelganda u yog'liqni elitishga qat'iy unamaydi. Ular Nyu-Yorkdan yana Kaliforniyaga uchishi kerak edi. Aeroplan qo'zg'alishga oz qiladi. Halaning ota-onasi uningga nasihat qilib, "Jenim qizim, rasmiyat bejirmasak, Amerikada turish iqomatimizni ololmaymiz. Beshimizni yo'gab tushgan rasmlarni bular qabul qilmaydi. Shunga siz beshingizni echishga majbur. Rasmga tushib bo'lgandan keyin hamon yog'liqingizni ortib olasiz emasmi? Bu degan majburluq, bu bir uzr. Allah kechirdi qizim, bizni tanglikda qo'ymang" deydi. Lekin hala dadasidan, "Dada, bu hijobni ichib rasmga tushish Allohning qonunimi yoki bandaningmi?" deb so'raydi. Dadasi, "Bandalar chiqargan qonun qizim" deydi. Hala, undaqda men bandaning qonuniga bo'ysunaman deb Allohning qonuniga xiloflik qilmayman. Chunki Alloh hijobni farz qilgan. Beshimni ochmasam, meni Amerikaga qabul qilmaydigan ish bo'lsa, men Suriyaga qaytib ketay dada. Chunki men Allohga osiylik qilishdan qo'rqaman deb ching turdi. Aeroplan ularni saqlab turolmay uchib ketadi. Ularning beltimi o'ladi. Hala beshni ichishni qat'iy qabul qilmaydi. Bu ahvollarni ko'rib turayotgan mas'ul xodimlar bu qizning irodasidan qattiq ta'sirlanadi va o'zaro maslahatlashish orqali holaning yog'liqi bilan rasmga tushishga ruxsat qiladi. Bu 1979 yili bo'lib, shu yili Amerikada ayollar pasport yoki qandaqli bir rasmiyat uchun beshni yo'gab rasmga tushsa bo'ladi deydigan qonun loyihalanadi. Halaning oilasidagilar rasmiyatlarni bejirib bo'lib, qayta bilet elib, Nyu-Yorkdan Kaliforniyaga yetib kelganda cho'ng bir musibat xabarini anglaydi. Ya'ni, hala oilasidagilarni saqlab bo'lolmay uchib ketgan aeroplan voqeaga uchrab, aeroplandagi yo'lovchilarning hammasi qazo qilgan edi. Shuni unutmaslik kerakki, prinsipda cho'ng turdiganlar hargiz ziyon tortmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Kimki Allohdan qo'rqadigan, Alloh uningga chiqish yo'li berdi.